qiziqchilik san'ati va stand-up yo'nalishida faxrli birinchi o'rin Toshkent shahri Ulug'bek Xolmedov. Birinchi navbatda bitta narsani oqlab o'tishim kerak. Hayotimiz raisi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mirzabek Xolmedov Ulug'bekka bermasaydi degan narsani iltimos qildi. Men aytdimki, nega? Nega hamisha andishani otini qo'rqoq atab turib, mana shu narsadan chetlanib o'tishimiz kerak? San'atda cho'qqisiga chiqyaptimi? Xalq taniyaptimi? Mehrga sazovormi? Odamlar taniyaptimi? Odamlar kulyaptimi? Bu sizni bunga bergan mehnatingiz, saboqingiz va bunga bergan o'gitingiz. Bundan faxrlanish kerak. Men o'zimni vakolatimdan kelib chiqqan holda tashkiliy ijodiy guruh rahbari sifatida birinchi o'rinni mana shu yigitga berishni men taklif etaman deb o'zim qo'llab-quvvatlayman.